bu taxsini al. Balalarım, buvanglarni chaqiringlar, hammamiz birga nashta qilaylik. Ha, mana keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Balalarım, bugün sizler bilen nashta qila olmayman. Chunki ro'za tutgan edim. Buva, bu ay Ramazan oyi bo'lmasa, nimishqa ro'za tutdingiz? Ramazan ro'zasi islomning farzlaridan biri. Bugün tutgan ro'zam payg'ambarimizning sunnatiga agishib tutgan nafl ro'za balalarım. Peygamberimiz Allah Teala'ya yakın buluş için her ayda 3 gün roza tutkan. Ben bu sünnetini ada kılıvatıma. Peygamberimizden bu sünnetinin bir hikmeti bardır akçan. Bar oğlum, roza tutuş ruhimizni paklaydı. Bedenimizdeki artıkça maddelarını tazlap, bedenimizni sağlam kılıdı. Peygamber aleyhisselam roza tutunla sağlam bulasılar diye. Peygamber aleyhisselam doğrusida yeni gaplarni anlagan siri texmi ko'p anlag'im kelyapti. Buva, men qachonmi sendek bilimlik bo'larman? İnşallah çokum bilimlik bo'lasan kızım. Paydalıq bilim erişinlar üçün her vaqt dua qılıman balalarım. Sizlərning yaramlıq farzandlar bo'lishinglarni Allohdan tilayman. Xo'sh balalarım, Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaylamsa. O'tgan qatim payg'ambar alayhissalomga munosabatli hikoyaning Zamzam haqidagi yeriga kelgan edik. Peygamberimizning cho'ng dadisi Abdulmutallib tushida ko'rgan bishoratga asosan Zamzam qudig'ini izlab topay deb qolgan edi. Endi sizlarga oxirini so'zlab beray. Diqqat bilan anglang. İbn Ömer, bu Abdulmutallib zodi nima ish qilib yuriydi? Zamzam qudig'ini izlab o'tibdekmish. Qara, u qo'layotdi hali. Men hech nimani bilolmadim-ku. Asta, avayla Abdulmutallib. Ha, birer iş oldu mu? Senden soray deb turgan. Zodi, nemish qilyapsan? Bu yerni nemishqa qo'laysan? Kabining yenini qo'lasan qandoq bo'ladi? Qo'lavatman shu. Qo'lig'ili qo'yinglar. Abdulmutallib, gapimizni anglab qo'y. Hey, sana gap qilyapmiz. Kabe'nin tanrısı bilen qasam qilaman ki quduqni topdim. Zamzam suyini topdim. Abdulmutallib oxiri Zamzamni tepibdi. Hey Quraysh, qaranglar, Zamzam suyini topdim. Abdulmutallib, bu bovimiz İsmoilning quduqi. Bu quduqda bizning haqqimiz bor. Unutma, quduqqa bizni sherik qilasan. Xudo haqqi, sizlarni Zamzamga sherik qila olmayman. Ben bu yerini yalğız tapdım. İşimge arlaşmanglar. İnsaf qil, Zamzam seningla emas. Undaqda bizni birers kelishtirib qo'ysin. Zamzam quduqi haqida kelishalmidik. Aranglardan biringlar bizni kelishtirib qo'ysanglar bo'ptikan. Biz qandoq kelishtiramiz? Undaqda bizni Saat Royibning o'g'li kelishtirib qo'ysa, boshqa fikrimiz yo'q. Qandoq dedim? Ha, mayli. To'g'ri dedi. Abdulmutallib ve Abdumanaf cemaatidan 20 kishi Shamdagi Saat Royibining o'g'li bilan ko'rishish uchun yo'lga chiqdi. Bir tamchi suyimiz mi qolmadi? Bu cho'lda suv bo'lmasa, endi qandoqmi qilarmiz? Hey Abdulmutallib, endi qandoq qilamiz? Ibn Isaq, nim bo'ldi? Nima dedim? Suyimiz qolmadi da'vatiman. İçidigan suyimiz tugidi. To'g'ri sherik bo'lamiz deb bu cho'lda suyimiz qolmadi. Endi qandoq qilamiz? Biz cho'qim yo'ldan ezib qoldik. Qandoqsiga? Biz bu yo'ldan burun menib bakmagan, hozir qayerda ishganligimizni, nega kelganligimizni bilolmayapmiz. Endi qandoqmi qilarmiz? Ustozlik bizni halsizlantirgucha mushu atrofdan so'zlab bakmaylimi? Suv tepib ichib olgandan keyin yo'limizni davomlashtirarmiz. Eng yaxshisi shunday qilayli. Amisi men karvondagilarga xabar qilay.
Ey Tanrım. Kökte birer kuş, yerde birer giyak mı görmedim. Bizge rahim kılmasan, muşu yerde de tügüşüp getidigan okşayımız. Vay Xudayım. Su, bu yerde rastıllı su var iken. Mana emdi su içi bilip yolumuzga ravan boladigan bolduq. Su tapdık. Bu yerde su var iken. Tez kelinglar, su var iken. Ahırı su tapdık. Su içi balaylı. Tanrı sana bu qaqas çölde su berdi. Zemzem quduqi sening bolsun. Boldi. Zemzemni senden talaşmaymiz. Hey Abdülmutallib. Eğer 2-3 farzanding bolgan bolsa, bular Zemzemni senden talışıp yürmegen bolatdi. Mekke'ge barmasdan Tanrı'nın bana farzand berişi üçün qurbanlık qılaman. Eğer Tanrım bana 10 oğul farzand ata qılsa, bir oğlumni Tanrı üçün qurbanlık qılaman. Allah Taala Abdülmutallibga yaramlıq 10 oğul farzand ata qildi. Qarışalımız Abdülmutallib, qarışalımız. Rahmet, rahmet. Kəbini ziyaret qılğılı keldingmi yoki boshqa ishing bormi? Ha, işim var idi. 10 oğlumның içinden qaysını qurbanlık qılsam boladi ekan, seni çek taşlap tallap beremdikin dep geldim. Sen nima deyapsan Abdülmutallib? Oğlungdan birini rastıllı qurbanlık qılamsan? Hayran qılıp atam sen. Bir oğlumni qurbanlık qılaman dep Tanrıga va'da bergen edim. Tanrı manga tiligimni berdi. Men mu Tanrıga va'da qılgınımni beraman. Boptu, çek taşlap baqay. Abdullah, Öz ixtiyorligim bilan qurbanlık qılaman. rastıllı oğlungni qurbanlık qılamsan? İşenmey atam sen. Balalıqımdan başlap Tanrıga işinip kelyapman. Bugungacha Tanrıga sendek qurbanlık qilmoqchi bo'lgan birərsini ko'rib baxmadım. Tanrıga bergan va'dangni o'rindamasangmi bo'ladi? Meningcha sen Tanrıdan kechirim so'ragin. Kechirim so'rasam bo'lamda. Allah xolisa vaqalikning davomini ati aytib beray. Balarim bek kech bo'lib ketdi. Endi uxlanglar. Allah amanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Va alaykum assalom va rahmatulloh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر